Hammaga salom. Bugun yana sizlar bilan zararli bo'lgan narsalarni obzorini qilamiz. Birinchisi Lays. Buni необычный vkusi chiqqan ekan, krabовый. Может oldin ham chiqqan. Endi yeb ko'ramiz. Ikkinchisi Cheers. Endi Cheers'ni men oldinlari ko'p yemasdim. Mana endi yeb har xillarini yeb ko'rbaman. Ochamiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Krab hidi shunday gup etib burada. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Kusi prям krab. Kengita chips yeb ko'ramiz. Nimaga men chipsga qiziqdim? 50% menshi jiri deb qoldi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Buni ko'rinsa. Buni ingishkaliga. Конечно, bunda krabовый yo'q ekan. O'shaning uchun nashaqasini oldim. Lekin vkusi buniki prям kartoshka qalin kartoshkaga o'xshaydi. Bu Lays hamma yeb ko'rgan ingichkina. Lekin hammaning vkusi har xil. Nima bilan solishtirib ko'rsak bo'ladi. Bunda Cheers'da 100 gram mahsulotda yog'i, jiri 19 gram ekan. Bunda 30 gram mahsulotda jiri 9.6 gram ekan. Bu jirnisi kamroq ekan shunda. Lekin baribir ham Lays boshqacha deb aytarim. Cheers yoqadim sizlarga. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.